هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf 172. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diqtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'raf suresi 173. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'da'udu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaxtida Rabbin Adem ballarını, yani neslini ulanın atıllarının puştidan çıkardı ve ulanı özlerine guvah kılıp men silenin Rabbinla emasmı dedi. Yani Allah özünün ulanın Rabbi ikenligiga ve birligiga Adem ballarını iqra kıldırdı. Ula iqra kılıp bunu öz üstüge aldı. Ula, sen bizning Rabbimizdirsen, guvahlık berdik dedi. Ulanı guvahlık bergizgenlikimiz kıyamet günü ulanın biz bunundan gaflet kalgan ikenmiz demeslikleri yoki ata bovalarımız ilgari sana butlarni şerik keltirgen idi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Ya'ni bizning o'zimiz bor gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklar uchundir. Ularning gumrohlikdan ata bovalarga agishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Adem ballardan elingan va'dining bayoni to'g'risida. Allah Teala bu yerda Adem ballarının neslini ularning dadisi bo'lgan Adem alayhissalomning pushtidan yaratib, o'zining ularning Rabbi va egisi ekanligiga, o'zidan boshqa hech qanday bir ilohning yo'q ekanligiga ularni iqro qildirib, ulardan guvohlik elib olganligidan xabar berdi. Allah Teala insan ballarının hammasının özlerinin dadillar bergen va'disiga vafo qiladigan tabiat bilan yaratilganligidan xabar berib mundaq dedi. Allah Teala insan ballarının hammasının özlerinin dadillar bergen va'disiga vafo qiladigan tabiat bilan yaratganligidan xabar berib mundaq dedi. Batıl dinlardan burulup İslam diniga yüzlengen. Allah'ın diniga ergeşkin ki Allah insanlarını şu din bilen yaratkan. Allah'ın yaratkanı da özgürüş bulmaydı. Bu haqda İmam Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qildi. Xuddi har qandaq hayvon balası yeni tug'ilganda a'zolari sog' salomat, ayıpsiz tug'ilganidek, har qandaq bala boshqa bir ong bo'lmagan dinni tutish tabiiy bilan boshqa bir ong bo'lmagan dinni tonish tabiiti bilan tug'ilgan bo'ladi. U balanın ata-anası u balanı Yahudi qılıdı yoki Hristiyan qılıdı ve yoki ateşperest qılıdı. İmam Müslim İyaz İbni Himar'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qıldı. Allah Teala hadis qudusida hakikaten men bendelerimni musulmon qilib yaratdim. Ondan şeytan kelib ularni o'z dinlaridan ozdirib etdi. Men ularga halal
qilib bergan narsani harom sanaydigan qilib etdi deydi. Adem aleyhisselamның pushtidan insonlarning naslini yaratganligi va ularni jannat kirishga loyiq bo'lganlar va do'zax kirishga loyiq bo'lganlar deb ikkiga ayirganligi haqida nurg'un hadislar keldi. Tövendeki hadislar şu hadislarning qatoridandir. İmam Ahmed Anas ibn Malik radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala qiyomat kuni do'zax kirishga loyiq bo'lgan bir kishiga aytqinki, agar yer yuzidagi barliq narsalar sening bo'lganida sen u narsalarni berib do'zaxdan o'zingni qutuldirib qolamsan deydi. U kishi, "Ha, shunda qilatdim" deydi. Ondan Allah Teala, "Men sendan uningdanmi oddiy narsani talab qilgan edim. Men sendan atang Ademning pushtidagi chig'ingda menga shirik keltirmasliging uchun hamda menga shirik keltirmasliging uchun ahdi olgan edim. Lekin sen menga shirik keltirding" deydi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Tirmizi Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala Adem aleyhisselamni yaratganda onun dümbüsünü sildi de onun dümbüsüden Allah Teala ta ki kıyamet günügacha yaratmoqchi bo'lgan bütün insanlar töküldü. Her bir insanның ikki ko'zining orliqida bir parqirab turadigan nurni qildi. Ondan ularni Adem aleyhisselamı ko'rsatdi. Adem aleyhisselam, "Ey Rabbim, bular kimlar?" dedi. Allah Teala, "Bu senin avlodlaring" dedi. Ondan Adem aleyhisselam kishilar ichidan bir kishini ko'rdi. U kishining ikki ko'zining orliqidagi nuri uni yiqib qoldi. Ondan Adem aleyhisselam, "Ey Rabbim, bu kim bo'ladi?" dedi. Allah Teala, "Bu ahirdiroq keladigan ummatlarning ichidagi avlodlaringdan Davud ismli bir kishidir" dedi. Adem aleyhisselam, "Ey Rabbim, onun ömrünü qancha yosh qilding?" dedi. Allah Teala, 60 yosh qildim dedi. Adem aleyhisselam, "Ey Rabbim, bunun öz ömrümnin 40 yılını berdim" dedi. Adem aleyhisselamның ömrü ahirlashib can alg'uchi farishta uning jinini alg'ili kelganda Adem aleyhisselam, "Mening ömrümden yani 40 yıl qalmadimi?" dedi. Can alg'uchi farishta, "Sen o 40 yıl ömrüngni o'g'ling Davudga bermadingmi?" dedi. Adem aleyhisselam buningdan tenib oldi. Shuning bilan uning avlodi bo'lgan insonlarmi tenib oladigan bo'lib qoldi. Adem aleyhisselam Allah Teala'ga cheklangan daraxtning mevasini yemaslikka bergan va'dasini unutgan edi. Uning avlodi bo'lgan insonlarmi unutg'aq bo'lib qoldi. Adem aleyhisselam xatolik o'tkazgan edi, uning avlodi bo'lgan insonmi xatolashadigan bo'ldi. Yuqorida bayon qilingan va mushu mazmunda kelgan boshqa hadislar Allah Teala'ning Adem avlodini Adem aleyhisselamның pushtidan qilganligini va uni jannatga kirishga loyiq bo'lganlar va do'zaxga kirishga loyiq bo'lganlar deb ayirganligini ko'rsatib berdi. Va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Rabbinglar emasmi?" dedi. Ya'ni Allah o'zining ularning Rabbi ekanligiga va birligiga odam bolalarini ixro qildirdi. Ular ixro qilib buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Rabbimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ya'ni Allah Teala ularni o'zining ularning Rabbi ekanligiga guvohlik qilishi uchun yaratdi. Ular Allah Teala'ga bergan guvohlikni vujudi va so'zi orqali berdi. Savol so'rashi ba'zi so'z orqali va ba'zida ishorat orqali bo'lganidek
guvohlik berishmi ba'zida so'z orqali, ba'zida odamning vujudi orqali bo'ladi. Ba'zi olimlar Alloh taolaning odamning pushti bo'lgan insonlardan olgan guvohlik vujud orqali bo'lgan. Agar ba'zi olimlarning degandek so'z orqali olgan guvohlik bo'lgan bo'lsa, har bir inson uni asliyegan bo'ladi. Shuning bilan Alloh taolo so'z orqali bergan shu guvohlikni uning ziyniga isbot qilgan bo'ladi dedi. Allah Peygamber aleyhisselamның Allah Teala'nın Adem ballarından guvohlik alganlığı hakkında bergen xabari şu guvohlikning her bir insanda bar ekanligi yeterlik emasmi degan savol qo'yilsa, uningga beriladigan javob shuki, mushriklar payg'ambarlar ularga yetkizgan ulardan guvohlik ilinganligi haqidagi xabarini ulardan ilingan guvohlikni inkor qildi. Shuning uchun payg'ambarlarning guvohligi haqida ularga elib kelgan bu xabarlari ularning ziyni uchun qilinadigan ayrim pakt bo'ladi. Shunga ulardan ilingan guvohlik so'z orqali ilingan guvohlik bo'lmasdan, balki ularning vujudiga singdirib etilgan Alloh taoloni bir deb tonish tabiatidir. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda bo'lib qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi, bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolganligimiz, avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Ya'ni bizning o'zimiz bor gumrohliklar qilmishlari tufaylidan bizni aloq qilamsan demasliklar uchundir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini totdi. Uningga shayton opiridi bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'tardik, lekin u dunyoga berilib ketdi. Nefs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lab etsangmi tilini chiqarib hasiraydi, qo'g'lab etmasangmi tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. Bizning oyatlarimizni inkor qilib o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? Bal'am ibn Ba'uraning qissasi va ilmidan ayirib o'tilgan olimning misoli to'g'risida. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini totdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzaq Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Oyatda deyilgan bu odam bo'lsa, Bani Isroil qavmidan bo'lgan Bal'am ibn Ba'ura degan kishidir. Shahba va boshqalar Mansurning shundaq deganligini rivoyat qildi. Sa'id ibn Abu Uruba Qatadadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning u Sayfi ibn Rahib degan kishi bo'ldi deganligini rivoyat qilgan. Qatada yana Ka'bning mundaq deganligini rivoyat qildi. U Balqa degan yerlik kishi bo'lib, u kishi ism azam, Alloh taolaning katta ismlarini biladigan kishi edi. U
Falastinda aynı çağda şu yerde yaşaydigan küçük bir kavm bilen yaşaydı. Avfi İbn Abbas radıyallahu anhumanın o Yemenlik Bel'ame degan bir kişi bulup Allah Taala onunğa özünün ayetlerini bildirgen. Lekin o adam o bilimlerini taşlab etken deganligini rivoyat qiladi. Malik ibn Dinar mundaq deydi. O adam İsrail avladının alimlaridan bulup duayı icabet kılındıgan kişiydi. İsrail avladı İsrail avladı başlarına müşkülçilik kelgende o kişini aldığı çıkarıp koyattı. Musa aleyhisselam o Ademni Medyen padişahının kışığa onu Allah'ın dinine çağırışqa evetti. Medyen padişahı Medyen ziminden bir kısım yerlerini onun baş kuruşu için bölüp verdi. Şunun bilen o Adem Medyen padişahının dinine kirip Musa aleyhisselamın dinini taşladı. La ilahe illallah Muhammed Resul. İmran İbni Uyeyne, İmran İbni Haris'ten İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. O Bel'am İbni Bair degan kişidir. Mücahid ve İkrima'mu muşundaq dedi. Saqif bu adam Umayye Abu Sult degan kişidir dedi. Ama bu ayetning tushishiga sababchi bo'lgan eng mashhur kishi İbn Mas'ud ve başka salaf olimlarining deganidek u İsrail avlodining zamonasidagi peshqadamlardan bo'lgan bir kishi edi. Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O adam Falastindagi kuchli qavmdan bo'lgan ismi azamni biladigan Belqam ismli kishidir. Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa aleyhisselam Falastindagi kuchli qavm yashaydigan joyga kirmoqchi bo'lganda Bel'ame degan kishining qishig'a u kishining tag'illarining ballari va qavmi kelib Musa tömür Adem onun nihayetimi nurgun askerleri ba. Eğer Musa bizning ustimizdan g'alaba qilib qolsa, u hammamizni yo'qotib yetadi. Shunga sen bizning Musa va uning askerlarining hujumidan saqlanib qolishimiz uchun Allah Taolaga duo qilsang dedi. Bel'ama eğer men Allah Taolaga mushundaq duo qilsam, mening dünya ve ahiretligim tugaydi dedi. Onun kavmi onu koyup vermey, onu dua kılışqa mecburla vergenden keyin o Musa aleyhisselamның ziyniga dua kıldı. Şunun bilen Allah Taala o kişiga ata kılgan ilimni kötürüp etdi. Mana bu Allah Taala'nın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula yani Yahudilaga şundaq bir adamның qissasini o'qib bergin ki onunğa ayetlerimizni berdik. Yani Kitabullah'ın bazı ilimlerini öğrettik. O ayetlerimizden özünü tattı. Onunla şeytan apirede buluşu bilenler gumrahladın bulup gitti. Digen ayetinin mezmunudur. Eğer biz xalasak, onu takvadar ölümala derecesiga kötürettik. Yani bizning onunğa bergen ayetlerimiz bilen elbette biz onu dünyanın arzimas narsalar bilen bulg'anishdan saqlaydik. Lekin o dunyoga berilib ketdi. Nefs xohishiga bo'ysundi. Yani dünyanın zibu zinnetleriga berilib, onun rahat parag'atlariga yuzlandi. Dünya onu aqlsiz, nadan kishilarni aldigandekla aldab ketdi. Muhammed İbni İshaq Salim'den Abu Nazar'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa aleyhisselam Şam ziminidagi Kenan qavmi yashaydigan ziminga kirmoqchi bo'lganda Bel'amның qavmi uning qishig'iga kelib uningga u İsrail avlodidagi Musa degan kishidir.
u bizni shaharlarimizdan chiqarib yo'qitib İsrail avlodini bizning zaminlarimizga yerlashtirish uchun keldi. Biz sening qavming, bizning boshqa boradigan makonimiz yo'q. Sen bo'lsang duosi ijobat qilinadigan kishidirsan. Shunga sen Alloh taologa ularning ziniga duo qilsang dedi. Bel ama sizlarga voy, men Alloh taologa ishongan yaxshi kishilar va farishtalar bilan birga bo'lgan Alloh taoloning payg'ambarining ziniga duo qilamdim. Bu duo qilamdiman. Men Alloh taolo tarafidan menga ato qilgan bilimni bilaman dedi. Uning qavmi bizning boradigan boshqa makonimiz yo'qdirsa degandek so'zlar bilan uningga yolvorib, uning ularga qayta yistashligini paydo qilib, hatto uni ozdirdi. U ezib ketib, eshkiga minib Musa alayhisalom va uning askarlarini ko'raligidek yaqinlikdagi Xostan ismli tog'ning ustiga chiqish uchun mangdi. U taqqa qarab bir oz mengavdi, tog'da uning ilgirilishini to'saydigan to'saq paydo bo'ldi. U qaytib tushib tog'ni urdi-da orqaga yondi. Shuning bilan heyliq to'saq yo'qolib ketdi. U yana qayta taq yamashdi. U azroq ilgirlash bilanla to'sqa qaytib paydo bo'ldi. U to'saqni urdi-da qaytib tushdi. To'saq avvalgi qaytimga o'xshashla yo'qolib ketib, u kishining ziniga hujjat bo'lib so'zlab: "Voy sening holingga, ey Bal'ama, qayerga borsan? Sen farishtalarning mush tarafimdan to'sib turganligini bilmadingmi? Sen Alloh taolaning payg'ambari va uningga ishongan yaxshi kishilarning ziniga duo qilish uchun ketib otamsan" dedi. Bal'ama o'rnidan qo'zg'almay turibla tog'ni yana birini urdi. Shuning bilan Alloh taolo uning ilgirlishi uchun yo'l berdi. U eshkiga minib Musa va uning askarlarini ko'rgili bo'ladigan Xospa tig'ining eng cho'qqisiga chiqib, ularning ziniga duo qilishga boshladi. U Musa va uning askarlarining ziniga qarata qilgan har bir yomon duosini Alloh taolo uning qavmining ziniga burib etdi. Qavm uchun qilgan har bir yaxshi duoni Musa alayhisalom va uning askarlariga burib etdi. Qavmi uning qishiga kelib: "Ey Bal'ama, o'zingning nima qilayotganligini bilamsan? Sen bizning zinimizga va ularning foydasiga duo qilib qilsan-go" deyishdi. Bal'ama ularga: "Bu mening qo'limdan keladigan ish emas. Uni Alloh taolo shunday qildi" dedi. Shuning bilan uning tili sangilab maydasiga tushib qoldi. U qavmiga: "Endi mening dunyo oxiratligim yo'qoldi. Bizning oldimizda heli nayran ishlatishdan boshqa yo'l qolmadi. Men sizlarga bir hili o'rgatib qo'yay. Sizlar ayollaringlarni chiroyli yasanglar va ularning qo'llariga satqudek bir narsa beringlar-da, shu narsalarni setishi uchun ularni Musaning askarlari bajaga avatinglar. Agar Musaning askarlaridan birasi ayollaringlarga chiqilmoqchi bo'lsa, ular o'zlarini tortmasin. Chunki ularning ichidan bir kishi yomon ish qilib qolsa, ular g'alaba qila olmaydi" dedi. Bal'amaning qavmi uning deganidek qildi. Ayollar askarlar boyaga yetib keldi. Ular ichidan Kenan millatining boshlig'i Suvarining Kasfi ismli qizi İsrail avlodining ichidagi kattalaridan va bir qabilaning boshlig'i bo'lgan Zumri ibn Shalom ismli
bir kişinin qishidan o'tdi. U kishi u ayolni bir ko'rish bilanla oshiq bo'lib qoldi. Shuning bilan u kishi u ayolning qo'lidan tutib Musa alayhissalomning qishig'iga elib kelib, mening gumonimcha sen bana bu ish harom, sen bu ayolga yaqinlashmag'in deysan-ku deyman dedi. Musa alayhissalom, ha shundoq, u ayol sana harom dedi. U kishi Allohning nomi bilan qasamki, men bu ishda hargizmi sana bo'ysunmayman dedi. Shuning bilan u kishi heliq ayolni o'z chidiriga akirib, uning bilan yomon ish qildi. Shu sababdan Alloh taolo Isroil avlodidan taun ichki surish kesilini avatdi. Musa alayhissalomning askari ishlariga mas'ul Harun alayhissalomning nevrisi bo'lgan Finhas ibn Izar ismli bir kishi bo'lib, u Zumru ibn Shamun yuqorqi ishlarni qilganda bu yerda yo'q edi. Isroil avlodiga ichki surish kesili avatilib, u kasallik avjiga chiqqanda u kishi kelib ahvoldan xabar topgandan keyin hamma yeri to'mirdan so'qilgan neyzisini ko'targunicha Zumri ibn Shalomning chidiriga kirdi. Shu chaqda u heliq ayol bilan yomon ish qilayotgan holatda bo'lib, u ikkisini ziqqa o'tkizgan kavobdek neyzisiga o'tkizib, neyzisining sepini beliga terab, uchini zanqiga yo'ligan peti elib chiqdi. Ve Finhasning qarindishi Bakri Izar, ey Allah, sen asiylik qilgan kishini mushunda qilamiz dedi. Shuning bilan taun kesili ulardan ko'tarilib ketdi. Zumri ibn Shalom yuqorqi yomon ishni qilishga boshlagan vaqtdan toki uni Finhas neyz tiqib o'ltirayotganga qadar bo'lgan vaqt ichida Isroil avlodidan 70 ming kishi taun ichki surish kesilida o'lib ketdi. O'lganlarning soni eng az hisoblangandimi, ulardan 20 ming kishi o'lib ketdi deydi. Finhas ibn Izar o ikkisining jasadlari o'tkazilgan neyzining sepini beliga terab, uchini zanqiga yo'lab ko'targanligi uchun shuningdan keyin Isroil avlodlarida qurbonlik qilingan mollarning bo'ynini, qo'lini va beshini Finhasning avlodlariga qolganini Bakriga beradigan bir odat yo'li qo'yilgan. Alloh taolo Bal'am ibn Ba'ura haqida tövendeki oyatni nazil qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular ya'ni Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tatdi. Uningga shayton opridi bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'tarayotdik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydiki, uni qo'g'livatsangmi tilini chiqarib asraydi, qo'g'livatmasangmi tilini chiqarib asraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ayni shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. U go'yo bir itga o'xshaydiki, uni qo'g'livatsangmi tilini chiqarib asraydi, qo'g'livatmasangmi tilini chiqarib asraydi. Tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida ixtiloflashib qoldi. Muhammad ibn Ishaq Salim Abu Nazirning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
uning tili sangalab hatto maydasiga tushib qoldi degan so'ziga asosan bu oyatning ma'nosidan Bal'amaning itining ikkala holatiga o'xshab qolganligi ochiq chiqib turdi. Bal'amaning itining ikkala holatiga. Bu oyatning ma'nosi haqida tuvandagidek ko'z qarashim bor. Bal'ama o'zining gumrohligida uningda davomlashishga va iymonga chaqirilsa-mu, chaqirilmasa-mu, uningdan hech qanday manfaat ololmaganligida qo'g'lib etsa-mu, qo'g'lib etmasa-mu, tilini chiqarib hasiraydigan itga o'xshaydi. Xuddi it ikkala ahvolda tilini chiqarib hasirganidek Bal'amamu iymon etishga qilingan vaz nasihat chaqiriqning bo'lgani va bo'lmaganidan hech bir manfaat ololmadi. Alloh taolo bundaq sifatdagi kishilar haqida bundaq deydi. Ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash, iymon etmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Allah hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Allah fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lib etsangmi, tilini chiqarib hasiraydi, qo'g'lib etmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu oyatning ma'nosi haqida tuvandagidek ko'z qarashim bor. Kafir, munofiq va gumrohlikdagi kishining dili ojiz va hidoyatdan quruq bo'ladi. Bu to'limi turaqsiz keladi. Alloh taolo mushundaq kishilarning dilini itga o'xshatish bilan ifodaladi. Hasan Basri va boshqalardan mushuningga yaqinroq ko'z qarash rivoyat qilindi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: "O'ylab beqishlar uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan, ya'ni Bal'amaga uning bilan so'rasa berildigan, uning bilan duo qilsa ijobat qilinadigan ism azamni bildirganligidek Alloh taolaning uningga ato qilgan katta ne'matini uning o'rinsiz joyga, ya'ni Alloh taolo bevosita so'z qilgan payg'ambari va uningga ergashgan yaxshi kishilarning ziyniga duo qilishga ishlatganligi uchun bo'lib qolgan holati va Alloh taolaning uni ozdirib rahmatidan yiroq qilganligini bildigan Isroil avlodining o'yinishi uchun ularga so'zlab bergan. Alloh taolo shuni mundaq deydi: o'ylab beqishlar uchun, ya'ni ularning Bal'amadek bo'lib qolishidan saqlanish uchun, chunki Alloh taolo Yahudilarga ilmni berdi. Ularni yeziliq arablardan farqlantirdi. Ularning qo'llaridagi kitoblarda Muhammad alayhissalomning sifatlarini bayon qildi. Ular shu sifatlar bilan Muhammad alayhissalomni xuddi o'zlarining o'g'illarini tanigandek tanitdi. Shuning uchun ular o'zlarining payg'ambarlari ularga xabar berib va buyurib ketganidek kishilar ichida Muhammad alayhissalomga ergashishga, uningga yordam berishga va uni qo'llashga eng haqli kishilardir. Shunga ularning ichidan birarsi o'zining kitobidagi narsaga qarshilik qilib payg'ambar alayhissalomning sifatini yo'shirsa, shuning bilan kishilar u sifatdan xabarsiz qilib, shu sababdan Alloh taolo ularga dunyoda yoki toki oxiratning xorliqi ularga yetib kelguncha davomlashadigan xorliqni tushirdi. Bizning oyatlarimizni inkor qilib o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Ya'ni bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmlarimizning misoli nima degan yomon. Ya'ni ularning yeyish, ichish va o'zlarining
havoyi shahvatlarni qondirishdan boshqa xohishi yo'q. Ishtiqaga o'xshab qilishning misoli nima degan yomon. Kimiki ilm va hidoyatning doirasidan chiqib ketib, o'zining nafs orzusini qondirishga yuzlansa va xohishiga ergashsa, u xuddi ishtiqqa o'xshash bo'lib qoladi. Ishtiqqa o'xshab qilish nima degan yomon, ha? Shunga hadisda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Yomon sifatlik narsalarning misoliga o'xshab qilishimiz bizga loyiq emasdir. Bergen sovg'ini qaytarib olgan kishi qusqini yegan itga o'xshashdir. Ularga Alloh taolo uvol qilmadi. Balki ular hidoyatga ergishishdan va Alloh taologa bo'ysunishdan yuz o'rib dunyoga dumch va uning rohat farog'atlariga berilib, havoyi havaslariga ergishish bilan o'zlari zulm qildi. Alhamdulillah. Alloh shukr bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'raf tafsiridan 177-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.